Turkiya Isroil bilan urushga tayyorlanmoqdami? Yodingizda bo'lsa, Turkiyada 2025-yil boshida Gazab termobarik bombasi sinovdan o'tkazilgan va bu katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Kuni kecha esa Turkiyada o'tkazilgan mudofaaga bag'ishlangan ko'rgazmada 6000 kilometr masofaga uchadigan gipertovushli ballistik raketa Yildirim Xanni namoyish etishdi. Shu bilan bir qatorda Turkiya Mizrak deb nomlangan aqlli tankga qarshi raketa tizimi, Steel Dome kabi ko'p qatlamli havo mudofaa tizimi va masofadan boshqariladigan dronlarni urib tushirish uchun mo'ljallangan lazer bilan nishonga oladigan Alka tizimlarini ham namoyish etdi. Ushbu platformalarning har biri gipertovushli ballistik va havo tahdidlariga qarshi turish uchun mo'ljallangan bo'lib, Turkiyaning mudofaa pozitsiyasini anchayin mustahkamlashi aytilmoqda. 6000 kilometrga uchadigan Yildirim Xan esa bemalol Isroil hududlarini ham o'z ichiga qamrab ola oladi. Turkiyaning so'nggi yillardagi jadal qurollanish va mudofaa tizimlarini diversifikatsiya qilish hamda mahalliylashtirish amaliyotlari yildan yilga kuchayib, kengayib bormoqda. Bunga esa Turkiya prezidentining o'ziga xos siyosati G'arb davlatlari, xususan Yevropa bilan zimdan qarshilik, nafaqat G'arb bilan integratsiya asosidagi mudofaa loyihalari, balki Rossiya va Xitoyga ham yaqinlashuv, Isroilga qarshi keskin bayonotlari fonida sodir bo'lmoqda. Undan tashqari, AQSh, Isroil va Eron urushidan keyingi Isroilning mintaqadagi asosiy dushmani sifatida aynan Turkiya bo'lish ehtimoli kundan kunga oydinlashib borayotgani va Turkiyani aynan dushman sifatida tasvirlashga harakatlar kuchayib borayotgani. Isroilning sobiq bosh vaziri ochiq minbarlardan turib bu ritorikani aytib kelayotgani ham Turkiyani yanada hushyor tortishiga va mudofaa sohasida tezroq qurollanishiga sabab bo'lmoqda. Eronning hozirgi hukumatining hokimiyatda qolishi Isroil va Turkiya orasidagi ehtimoliy ziddiyatni anchayin uzoqqa etqitib yuborishi mumkin. Lekin agar bu ziddiyat shu yo'nalish bo'ylab harakatlanib amaliyotga ko'chadigan bo'lsa, Turkiya sekinlik bilan Rossiya va Xitoyga yaqinlashishi va Yevrosiyo qit'asida o'ziga xos uchlik tashkil qilishga urinishi mumkin. Bu ziddiyatlarning haqiqatga aylanishi AQSh, Turkiya va Isroil siyosati yaqin kelajakda qanday qarashdagi insonlar tomonidan boshqarilishiga ham chambarchas bog'liq bo'lib qoladi. Sizningcha yaqin kelajakda Turkiya va Isroil o'rtasida qandaydir ziddiyat sodir bo'lishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.